Bizga bir komment kelibdi, tam shifokordan shitavitka kalsiy obmenida ishtirok etmaydi debdilar. Men shu savollarga javob bermoqchiman. Mana isboti bilan so'z. Shitavitkani gormonlariga tiroksin, triatiranin и tireokalsitonin kiradi. Demak, bu shitavitka kalsiy obmenida участвовать qiladigan nima edi? Gormon hisoblanadi. Yana bitta shuga yarasha nimasi mana Wikipediyada yozib qo'yilgan. Kalsitonin именно qaysi shitavitkani qaysi uchastkasi, qaysi kletkalari bilan ishlab chiqariladi va kalsiy obmenida участвовать qiladi degan mana fakt, doказательства bor. Men shuning uchun mana shunga e'tibor berishlarini so'rardim shu shifokorimizdan. Hozir men sizlarga ko'rsatib bergan mana bu doказательствоlarni men o'zim o'ylab topganim yo'q. Bu agarda o'sha biokimiya kitobini ochsangiz, endokrinologiya uchebniklarini agar chuqur o'sha hujayra o'rnida va biokimiyasini o'rganib chiqsangiz, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz.